tog'ni etagidan tayyor uchastkamiz sotuvga chiqyapti. Manzilni aniq tushuntiradigan bo'lsam, Bo'stonliq tumani Nanay sharsharasidan 250 metr pastroqda joylashgan bu uy-joylarni ko'rib men o'zim mazza qilardim. Yoshligimda rahmatli dodam uylarida ko'rardim. Telefon, radio, bitoy texnikalarni ko'rsangiz, siz ham mazza qilarsiz. O'zim borib shu tapchalarda joy solib yotib o'rgilarim kelyapti. 7 ta 8 ta xonasi bor. Tayyor kirib yashasangiz ham bo'ladi. Endi sizni pulingiz ko'p-ku, xohlasangiz buzib tashab, dang'illama uchastkalarni qurib olsangiz ham bo'ladi. Yer maydoni umumiy 12 sotiq. 70-80 ta mevali daraxtlari bor ekan. Uyi egalarini Bo'stonliq tumanida ko'pchilik tanir ekan. Jo'rabek shifokor desangiz hamma bilar ekan. Rahmatli shifokor amakimlarning uylari sotilyapti. Uyni ko'rdingiz, ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Narxiga keladigan bo'lsa 89.900 so'rayaptilar. Yana kelishtirib beriladigan joy bor. Egalarining raqami bilan tayyor dala hovlilarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin.